bir er ayolының yaş yoshurg'ini sezib qilib, bir kuni kech uxlashning oldida uningdan so'rabdi. Sizdan bir ishni so'ray deganda. Qo'y, bu kechda nimani so'rasiz amdi? So'rang bo'pti. Rost gap qiling. Nimani? Zodi, necha yosh kirdingiz? Voy, nimishqi, nimonda ishonmaysiz deyman. 35 yoshga kirdim. Ay, mush 35 yosh kirdim degan gapingizmi gumonliq. Akilanga kimligingizni men bir ko'ray. Asta, mana ko'ring ha. Ajabmi bir cho'p ekansiz, odamga ishonmay. Ohoy. Ne bo'ldi? Oy, ma kimlikdagi bo'yicha hisoblagan vaqtida 45 yosh kiribsiz-ku mana. Ha? Asta, set bo'ldi ha. Oy, 45 yosh kirsam nim bo'pti deyman. Biroq men undaq ko'rinmayman-ku. Men yana sal gumonlanyapman qarang. Voy, nimadan? Mushu chiroyingizga sinchilab qarsam 45 yoshdami cho'ngdek qilib tursiz-jumi? Voy, nim bo'ldi bugun sizga? Odam hajab xijil qilib turib oldingiz. Ha. Bo'ptilar, endi bunda kirishib so'rasangiz, rostini aytsammi aytay. Dana. Bu yil 55 yoshga kirdim. Nima? Mana, bugun hammani davatdim. Endi so'ramang ha, bo'ldi ranjib qolma. Bo'ldi. Mana endi bugun rost gap qildingiz. Endi ko'nglim tindi. Amsa uxlayli. Shunda qilib 55 yoshga kirdim da. Ha, shu bu yil 55 yoshga kirdim. O'tganda kimligimdagi yeshimni kichiltib olgandim. Bo'ldi. Bugun endi rost gap qildingiz emasmi? Oho, opla. Voy, nim bo'ldi sizga yana? Voy, bayamchu. Tuz qutisining og'zini ochgandim, ozroq tuz ishlatgan. Ha. Etib bitishni unutib qolibdim. Kecha chashqon yeb ketaman deb sal ansirab qoldim qaram. Voy, to'g'ri. Ay, 65 yil yashab, chashqonning tuz yeginini anglab boqmabdi ekanman desa, to'g'ri.